Assalomu alaykum. 9-sinflarda CSB 4 demosini tahlil qilamiz. Quyidagi tuzlarning qaysi biri eritmasi alyuminiy idishda qaynatilsa, idish massasi ortadi? Idish massasi ortishi uchun tuzdagi metal bilan alyuminiy almashish kerak. Bu A javobi bo'ladi. Reaksiya tenglamasi quyidagicha. Mis nitrat qo'shilgan alyuminiy nitrat qo'shilgan mis. A javob bo'ladi. Agar shu savolda qaysi alyuminiy idish massasi ortadi deganda A bo'ldi, kamayadi deganda C javob bo'ladi. Chunki B bilan D javobdagi tuzlarimiz bilan alyuminiy ta'sirlashmaydi, lekin C bilan ta'sirlashadi. Natriy karbonat eritmasining muhiti ishqoriy bo'lgani uchun alyuminiy ishqoriy muhitda eriydi. Qaynatilgan vaqtida natriy karbonat gidrolizga uchrab natriy gidroksid hosil qilish mumkin eritma qaynatilganda. Ikkinchi savolga to'xtalamiz. Qaysi metal temir 2 xlorid eritmasida temirni siqib chiqara olmaydi? Bu ikkinchi savolimizning javobi A bo'lar ekan. Kadmiy temirni siqib chiqara olmaydi. Uchinchi savolga to'xtalamiz. Domna pechida koks qanday ikki muhim vazifani bajaradi? Birinchisi yoqilg'i vazifasini bajaradi. Koks. Ikkinchisi esa uglerod 2 oksidi hosil qilish vazifasini bajarib beradi. 1 va 3. Uchinchi savolimiz ham A javob bo'lar ekan. Sanoatda alyuminiy olishda nega biroz miqdorda alyuminiy ftalit qo'shiladi? Sanoatda alyuminiy elektroliz yo'li bilan olinadi. Alyuminiy oksidi bilan kriolet aralashmasi, asosan alyuminiy oksidi suyuqlanmasi elektroliz qilinadi. Bunda oz miqdorda alyuminiy ftalit qo'shiladi. Alyuminiy ftalit qo'shilishidan asosiy sabab elektr o'tkazuvchanlikni yanada yaxshilash maqsadida. Bu 4-savolimizning ham javobi A bo'lar ekan. 5-savolga to'xtalamiz. 5-savolda 49,65 gram qo'rg'oshin 2 nitrat qizdirilishidan hosil bo'lgan qattiq modda is gaz yordamida qaytarildi. Bunda hosil bo'lgan gaz 7,4 gram kalsiy gidroksid tutgan eritma bilan ta'sirlashdi. Hosil bo'lgan cho'kmaning massasini toping degan savol ekan. Qo'rg'oshin nitrat parchalanish tenglamasini yozib olamiz. Qo'rg'oshin 2 oksidi, azot 4 oksidi, kislorod ajralib chiqadi. Qo'rg'oshin 2 nitrat massasi 331,662 gram bo'ladi 2 moli. 2 mol qo'rg'oshin 2 oksidi hosil bo'ladi. 49,65 gramidan 0,15 mol oksid hosil bo'ladi. Endi ajralgan oksid is gazi yordamida qaytarilibdi. Qo'rg'oshin plus karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Buni 1 molidan 1 mol karbonat angidrid ajralib chiqadi. 0,15 molidan 0,15 mol karbonat angidrid gazi ajraladi. Ajralgan karbonat angidridni kalsiy gidroksidga yutqizibmiz. Kalsiy gidroksid va karbonat angidridni nisbatini topib olamiz. 7,4 gram 0,1 mol bo'ladi. Karbonat angidridimiz 0,15 mol. Buni butun sonlar nisbatiga o'tkazsak 2 ga 3 nisbat bo'ladi. Reaksiya tenglamasini yozamiz. Kalsiy gidroksid qo'shilgan karbonat angidrid
1 ga 1 nisbatda bo'lganda edi o'rta tuz hosil bo'ladi. Hozir bu yerda karbonat angidrid miqdori ko'proq. Shunda o'rta tuz va nordon tuz hosil bo'ladi. Kalsiy karbonat plus kalsiy gidrokarbonatdan hosil bo'lar ekan. Kalsiy gidroksiddan 2 mol, karbonat angidriddan 3 mol bo'lsa, reaksiyamiz o'zaro teng ekan. 2 mol dan 100 gram cho'kma tushadi. Ishqorimiz bor. Bu teng 5 gram bo'lar ekan. 5-savolning javobi B javobi bo'ldi. Endi 6-savolga to'xtalamiz. 6-savol. Oltin 3 xlorid aralashmasi hosil bo'lsa, necha foizli parchalangan? Xo'p. Oltin 3 xloridni parchalanish tenglamasini yozib olamiz. Harorat bilan bog'liq oltin 1 xlorid va xlor hosil bo'ladi. Oltin 3 xloridning massasi 303,5 gram. Parchalangan vaqtida xlor chiqib ketadi. Massa kamayadi 71 gramga. Bizda 30,35 gram bor edi. Undan ayiramiz 28,22 gram. Bu teng bo'ladi. Massamiz necha gramga kamaygan? 2,13 gram. 2,13 gramga kamaysa, massamiz 9,105 gram parchalanibdi alyuminiy xloridimiz. Alyuminiy 3 xloridimiz. Foizini topib qo'yamiz. 9,105 ni bo'lib 30,35 ga ko'paytirsak 100% ga, adashmasam 30% bo'ladi. A javob. 7-savolga to'xtalamiz. Oltin shoh arog'i bilan oksidlanganda 0,03 mol oltin 3 xlorid hosil bo'ldi. Reaksiya natijasida ajralgan azot 2 oksidining massasini aniqlang. Bir mol tuz hosil bo'lgan vaqtida 30 gram azot 2 oksidi hosil bo'ladi. 0,03 moli tuz hosil bo'lsa 0,9 gram azot 2 oksidi hosil bo'lar ekan. 7-savolimiz javobi B bo'ldi. 8-savolga to'xtalamiz. 0,8 gram ma'lum metalning xlorid kislota bilan reaksiyasi natijasida 448 milli vodorod normal sharoitda ajralib chiqdi. Metalni aniqlang. Ekvivalent qoidasidan kelib chiqib ishlayveramiz buni. Metal qo'shilgan vodorod xlorid. Ehtimoliy metal xlorid hosil bo'ladi, valentligini bilmaymiz va vodorod gaz ajraladi. Moddalar ekvivalent massalariga proporsional miqdorda birikadi, almashinadi, o'rnini oladi. Ekvivalentlar qoidasi, Valliston qoidasi. Metalimizning 0,48 gramiga 0,448 litr gaz to'g'ri kelyapti. Vodorodning ekvivalent hajmi 11,2 litr ekvivalent hisoblanadi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, metalning ekvivalent massasi 12 gram ekvivalent kelib chiqdi. Bu magniy elementining ekvivalent massasi. Javob A bo'lar ekan. 9-savolga to'xtalamiz.
Qo'rg'oshin to'rtni past temperaturada qizdirib necha litr xlor olish mumkin? Qo'rg'oshin 4 xlorid past haroratda qizdirilganda qo'rg'oshin 2 xlorid plus xlor hosil bo'ladi. Qo'rg'oshin 4 xloridimizning molyar massasi 349 grammidan 22,4 litr xlor gazi ajraladi. Bizda 87,25 gram berilgan ekan. X teng 5,6 litr xlor gazi ajralar ekan. 9-savolimizning javobi A. 10-savolga to'xtalamiz. Rux metali 2 xil konsentratsiyali nitrat kislotada eritilganda tegishli ravishda azot 2 oksidi va azot 1 oksidi gazlari ajraladi. Birinchi reaksiyada sarflangan metal massasi ikkinchi reaksiyada sarflangan metal massasidan 2 marta kichik bo'lsa, ajralgan gazlarning hajm nisbati qanday bo'ladi? Birinchi reaksiyada sarflangan metalning miqdori ikkinchi reaksiyada sarflangan metalning miqdoridan 2 marta kichik bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkita reaksiya tenglanmasini ham alohida yozib olamiz. Rux metali qo'shilgan nitrat kislota rux 2 nitrat tuzi hosil bo'ladi. Plus azot 2 oksidi suv. Tenglashtiradigan bo'lsak, azotda 3 ta o'zgarish, ruhda 2 ta o'zgarish. 8 suvni oldiga 4 qo'yar ekanmiz. Reaksiyamiz tenglashdi. 3 mol olgan vaqtimizda azot 2 oksidimiz 2 mol hosil bo'lar ekan. Ruhdan 3 mol olamiz. Birinchi reaksiya uchun. Ikkinchi reaksiyani yozamiz. Azot plus 5 dan plus 1 ga o'tyapti. Oksidlanish darajasi 4 ta o'zgarish. 2 ta atomda bo'lgani uchun 8 ta, ruhda esa 2 ta o'zgarish. Ruh bor joylarga 4 qo'yamiz. Nitrat kislotani oldiga shunda 10 qo'yar ekanmiz. Suvni oldiga 5. 4 mol nitrat kislotamizdan 1 mol gaz ajralar ekan. Birinchi reaksiyada sarflangan metalning massasi ikkinchi reaksiyada sarflangan metal massasidan 2 marta kichik bo'lsa, ikkinchisidan kichik bo'lsa, demak birinchisiga 3 mol ketgan bo'lsa, ikkinchisiga 6 mol ketgan. Bu 1,5 mol gaz bo'ldi. Demak, birinchi reaksiyamizda 2 mol, ikkinchi reaksiyamizda 1,5 mol, 2 ga 1,5 nisbat yoki 4 ga 3 nisbat. 10-savolimizning javobi A bo'lar ekan. 11-savolga to'xtalamiz. Temir qo'sh oksidini 23,2 grammini temirgacha qaytarish uchun necha litr is gazi kerak bo'ladi? Temir qo'sh oksidi qo'shilgan is gazi temir plus karbonat angidrid gazi ajraladi. Temirni oldiga 3 qo'yamiz. Karbonat angidridni oldiga 4, is gazini oldiga 4. Temir qo'sh oksidining molyar massasi 232 grammiga 4 mol is gazi kerak bo'ladi. Bu 89,6 litr bo'ladi. 23,2 grammiga x 8,96 litr gaz kerak bo'lar ekan. 11-savolimizning javobi D bo'ldi. 12-savolga to'xtalamiz endi. Alyuminiy va temirdan iborat 0,2 mol aralashma xlorid kislotada eritilganda 5,6 litr vodorod ajralsa, aralashmadagi temirning massa ulushini hisoblang degan savol ekan. Ikkita metalimizda ham xlorid kislota bilan reaksiya tenglanmasini yozib olamiz. Alyuminiy qo'shilgan vodorod xlorid, alyuminiy xlorid plus vodorod hosil bo'ladi. Xlorid kislotani oldiga 3 qo'yib, vodorod xloridni oldiga 1,5 qo'yib tenglashtiraveramiz.
temir qo'shilgan vodorod xlorid. Qo'shilgan vaqtida temir 2 xlorid plus vodorod chiqadi. Alyuminiyni x mol desak, x molidan 1,5x gaz chiqadi. Temir bilan alyuminiy ikkalasini moli 0,2 mol bo'lsa, alyuminiyni x mol deb oldik, temir esa 0,2 minus x bo'ladi. 0,2 minus x molimizdan temir vodorod 1 molidan 1 mol bo'lgani uchun 0,2 minus x chiqar ekan. Ikkita chiqqan gazimizni qo'shamiz. 1,5x qo'shilgan 0,2 minus x teng 5,6 litrimiz normal sharoitda 0,25 mol bo'ladi. 0,25 molga 0,5 x teng 0,05 ga x teng 0,1 ga. Demak, alyuminiy ham 0,1 mol, temir ham 0,1 mol ekan. Aralashmadagi temirning massa ulushini hisoblang debdi. Massa ulush temir 0,1 moli 5,6 gram bo'ladi. 5,6 temir qo'shilgan. Alyuminiy ham 0,1 mol 2,7 gram. Buni ulushda so'ragan ekan. Javob 0,67 bo'lar ekan. B javob. 13-savolga to'xtalamiz. 13-savolda tarkibida 4,8 gram mis 2 sulfat bo'lgan eritmaga kadmiy plastinka tushirildi. Mis batamom siqib chiqarilgandan keyin plastinkaning massasi 3,6% ga kamaydi. Eritmaga tushirilgan plastinka massasini aniqlang debdi. Reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Mis sulfat qo'shilgan kadmiy. Kadmiy sulfat plus mis hosil bo'ladi. 112 gram kadmiy reaksiyaga kirishganda 64 gram mis hosil bo'ladi. Plastinkamizning massasi kamayadi. 48 gramga. Bizda o'sha vaqtida 160 gram mis sulfat reaksiyaga kirishadi. Bizda 4,8 gram reaksiyaga kirishibdi. Plastinka massasi necha gramga kamayganini hisoblab topib olamiz. 1,44 gramga plastinka massasi kamayibdi. 1,44 gramimiz bu 3,6%. 100% qancha deymiz? Plastinkaning dastlabki massasi kelib chiqadi. Plastinkaning dastlabki massasi 40 gram bo'lgan ekan. Javob C. Endi 14-savolga to'xtalamiz. 14-savol. Temir 3 ionning elektron konfiguratsiyasini belgilang. Temir tartib raqami 26 0 bo'lgan vaqtda elektron konfiguratsiyasini yozib olsak, adashib ketmaymiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 bo'ladi. Endi temir plus 3 oksidlanish darajasidaligini yozsak, birinchi 4s dan ikkita ketadi, 4s 0 bo'ladi, keyin 3d 5 bo'lib qoladi. Ushbu formulaga to'g'ri keladigan javobimiz C javobimiz to'g'ri kelar ekan. C javobimizda faqat 4s ni 0 bo'lib qolganligi uchun yozmasdan ifodalagan, xato bo'lmaydi. 15-savolga to'xtalamiz. Rux va oltindan iborat aralashmamizning umumiy massasi 26,2 gram ekan. Aralashma mol miqdordagi suyultirilgan xlorid kislota qo'shildi. Xlorid kislota bilan rux reaksiyaga kirishadi, oltin reaksiyaga kirishmaydi. Rux qo'shilgan xlorid kislota, rux 2 xlorid va vodorod gazi ajraladi. 65 gramidan
1 mol gaz ajraladi. Olingan gaz avval 400 gradusli mis 2 oksidi bo'lgan nayga, undan so'ng olingan gazimiz vodorod gazi, u mis 2 oksidini qizib turgan aralashmasiga ta'sir ko'rsatgan vaqtida mis plus suv hosil qiladi. 1 molidan 1 mol suv hosil bo'lar ekan. Nayga undan so'ng fosfor 5 oksidi bo'lgan nayga kiritildi. Agar ikkinchi nayning massasi 1,8 grammga ortgan bo'lsa, 1,8 grammga ortishi fosfor 5 oksidi gidroskopik xossaga ega, u suv bug'ini o'ziga yutadi va metafosfat kislota hosil qiladi. 1,8 grammga ortgan bo'lsa, demak 1,8 gramm bu suvning massasi. 0,1 mol suv ajralgan ekan. 0,1 mol suv ajralishi uchun vodorodimiz 0,1 mol bo'lishi kerak. 0,1 mol vodorod bo'lsa, mana vodorodni olib mana bu yerga qo'yamiz. 0,1 mol. Shu vaqtida rug'imiz 6,5 gramm bo'lishi kerak. Boshlang'ich aralashmadagi oltinning massasini aniqlang degan. Boshlang'ich aralashmamiz 26,2 edi, undan ayiramiz 6,5 ni. Bu teng 19,7 gramm. Javob C javob.